Bugun men pensionerlar uchun kuzgi ustama bo'yicha juda muhim masalani tushuntirib beraman. Chunki bu mavzu ko'pchilik o'ylagandan ancha jiddiyroq. Gap oddiy qo'shimcha pul haqida emas, balki pensiya miqdoriga to'lov sanasiga, hujjatlarning to'g'ri yuritilishiga va ayrim hollarda odamning bir necha oy davomida olishi mumkin bo'lgan mablag'iga ta'sir qiladigan yangi tafsilotlar haqida ketmoqda. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner ota-onangiz, buvingiz, bobongiz bo'lsa yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Shu videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga kimlar ustama olish ehtimoli yuqori, kimlar hujjatdagi kichik xato sabab puldan quruq qolishi mumkin, qaysi holatlarda borib ariza berish kerak, qaysi holatda esa kutish kifoya ekanini sodda qilib tushuntiraman. Kanalga ho'zroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta o'tkazib yuborilgan detal ham pensionerning cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensionerlar pensiya to'lovini odatdagidek olardi. Oy boshida yoki belgilangan jadval bo'yicha bank kartasiga tushardi. Ayrim hududlarda esa naqd pul shaklida yetkazib berilardi. Ustama qayta hisob-kitob yoki qo'shimcha to'lov bo'lsa ham ko'pincha odamlar bu haqda kech bilardi. Kimdir mahalladagi tanishidan eshitardi, kimdir bankka borganda bilib qolardi. Yana kimdir pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilmaguncha uning huquqi bo'lganini umuman anglamasdi. Endi esa vaziyat shundaki, kuzgi davrda beriladigan ustamalar, qo'shimcha indeksatsiya, ayrim toifadagi pensionerlar uchun qayta ko'rib chiqiladigan to'lovlar va hujjatlarni solishtirish jarayoni yanada muhim bo'lib qoldi. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman. Hamma pensionerga bir xil miqdorda, bir xil sanada va bir xil asosda pul qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Aynan mana shu xato ko'pchilikni chalg'itadi. Kimdir qo'shnimga tushibdi, menga tushmadi, demak meni unutishdi deb xavotirga tushadi. Boshqa birov esa menga ham avtomatik tushadi deb kutib yuradi. Lekin hujjatidagi kamchilik tufayli uning ishi alohida tekshiruvga tushgan bo'lishi mumkin. Bu mavzuda eng asosiy o'zgarish shuki, kuzgi ustama masalasi faqat pensiya summasining ko'payishi bilan cheklanmaydi. Bu yerda pensiya turi, mehnat staji, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiyasi, ishlayotgan yoki ishlamayotgan pensioner maqomi, bank kartasi faol yoki faol emasligi, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlarning mos kelishi kabi omillar ham rol o'ynaydi. Shuning uchun men har bir holatni alohida tushuntirib boraman. Birinchi navbatda pensionerlar kuzgi ustama deganda nimani tushunishi kerak? Odatda bunday ustama davlat tomonidan ijtimoiy himoyani kuchaytirish, narxlar oshishi ta'sirini yumshatish, ayrim toifadagi fuqarolarning daromadini qo'llab-quvvatlash yoki pensiyalarni qayta indeksatsiya qilish bilan bog'liq bo'ladi. Lekin har bir yilda va har bir qarorda mezonlar boshqacha bo'lishi mumkin. Men doim aytaman, eshitdim degan gap bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan ish tutish kerak. Masalan, bir pensioner yoshga doir pensiya oladi va uning barcha hujjatlari to'liq. Pensiyasi bank kartasiga tushadi. Kartasi faol, shaxsiy ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri ko'rsatilgan. Bunday odamga ustama avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. U hech qayerga borishi shart bo'lmasligi mumkin. Faqat to'lov kelganini tekshiradi. Lekin boshqa bir pensionerning pasport ma'lumotlari yangilangan. U yangi ID karta olgan. Lekin bu ma'lumotlar pensiya tizimida eski qolgan. Ana shunday holatda to'lov kechikishi, tekshiruvga tushishi yoki pensionerdan ma'lumotni yangilash so'ralishi mumkin. Ikkinchi muhim nuqta. Ustama miqdori hammada bir xil bo'lmasligi mumkin. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, bir pensioner oyiga 900 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchisi 1 million 600 ming so'm oladi. Agar ustama foiz ko'rinishida hisoblanadigan bo'lsa, ularning qo'shimcha oladigan summasi farq qiladi. Agar ustama qat'iy summa sifatida belgilansa, unda ikkalasiga bir xil miqdor qo'shilishi mumkin. Agar faqat ayrim toifalarga qo'shimcha berilsa, unda birinchi pensioner olishi, ikkinchisi olmasligi ham mumkin. Demak, hamma oladi yoki hech kim olmaydi degan keskin xulosalar noto'g'ri. Uchinchi muhim masala. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar ishlayotgan pensioner ustama olmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Ba'zi to'lovlar pensionerning ishlash yoki ishlamasligiga bog'liq bo'lmaydi. Ba'zi hollarda esa aynan ishlayotgan maqom to'lov tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan
lekin korxonada rasman ishlayotgan pensionerning ma'lumotlari soliq organlari va ish beruvchi orqali ham ko'rinadi. Agar ish beruvchi ma'lumotni vaqtida topshirmagan bo'lsa, tizimda kechikish paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish joyidagi kadrlar bo'limidan o'zlarining ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini ham tekshirtirib qo'yishi foydali. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushib tursa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yaqinda o'zgarmagan bo'lsa, yashash manzilingiz bir xil bo'lsa va pensiya turida hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ko'p hollarda sizga ortiqcha yugur kerak bo'lmaydi. Men bunday pensionerlarga birinchi navbatda to'lov sanasini kutishni, bank ilovasini yoki SMS xabarlarini tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki ayrim ustamalar assotsiatsiya pensiya bilan birga, ayrimlari esa alohida to'lov sifatida tushishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yashovchi 18 yoshli pensioner ayol oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U bank kartasidan foydalandi, telefoniga SMS keladi. Oxirgi yillarda manzilini o'zgartirmagan. Bunday holatda ustama avtomatik hisoblangan bo'lsa, u odatdagi pensiya kuni yoki undan keyingi alohida to'lov kuni mablag'ini ko'rishi mumkin. U darhol idoraga yugurishi shart emas. Avval bankdagi harakatlarni tekshiradi, keyin zarurat bo'lsa murojaat qiladi. Yana bir misol. 42 yoshli pensioner erkak nogironlik pensiyasi emas, oddiy yoshga doir pensiya oladi. U ishlamaydi, hujjatlari to'liq pensiyasi naqd shaklida yetkaziladi. Agar hududida to'lovlar bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan bo'lsa, unga ustama qo'shilgan pul odatdagi yetkazish jadvalida kelishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa sabr bilan rasmiy jadvalni kutish. Chunki bitta mahallada bir kunda, boshqa mahallada 2 kundan keyin to'lov bo'lishi mumkin. Bu darhol muammo borligini anglatmaydi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Kimlar xavotirga tushmasdan, lekin juda e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchi guruh hujjatlari yaqinda o'zgargan pensionerlar. Masalan, pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, bank kartangizni almashtirgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar hammasi tizimlarda bir xil bo'lishi kerak. Agar bitta joyda eski ma'lumot, boshqa joyda yangi ma'lumot tursa, to'lovni aniqlashda savollar paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh pensiya miqdori yaqinda qayta hisoblanganlar. Masalan, siz qo'shimcha mehnat stajini tasdiqlovchi hujjat topdingiz, arxivdan ma'lumotnoma oldingiz. Shundan keyin pensiyangiz qayta ko'rib chiqilishi kerak. Bunday holatda kuzgi ustama eski pensiya miqdoriga hisoblanadimi yoki yangi qayta hisoblangan summaga nisbatan qo'llanadimi? Shuni aniqlash kerak. Chunki ba'zan qayta hisoblash bilan ustama bir vaqtda kelib qolsa, odam qaysi pul nimaning hisobidan qo'shilganini tushunmaydi. Masalan, pensioner oyiga 1 million so'm olib yurgan. Keyin arxidan 5 yillik qo'shimcha staj tasdiqlandi va pensiyasi 1 million 180 ming so'mga chiqishi kerak bo'ldi. Shu paytda kuzgi ustama ham belgilandi. Agar pensioner bank kartasiga 1 million 260 ming so'm tushganini ko'rsa, u bu summaning qaysi qismi staj uchun, qaysi qismi ustama uchun ekanini bilishi kerak. Aks holda keyingi oy pensiya kamaygandek tuyulishi mumkin. Aslida esa bir martalik qo'shimcha yoki oldingi oylar uchun farq to'langan bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda masala yanada nozik. Chunki pensiya bir kishiga emas, ba'zan bir nechta oila a'zosi nomidan hisoblanadi. Bolalar soni, o'qish holati, yosh chegarasi, vasiylik hujjatlari kabi narsalar ahamiyatga ega. Agar farzand o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjat vaqtida topshirilmasa, ayrim to'lovlar vaqtincha to'xtab qolishi yoki qayta tekshiruvga tushishi ehtimoli bor. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik guruhi muddati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, qayta ko'rik sanasi, guruh o'zgarmagani ustamaga ta'sir qilishi mumkin. Agar guruh muddati tugagan, lekin qayta ko'rik hujjati tizimga kiritilmagan bo'lsa, pensioner men nega qo'shimcha olmadim deb hayron qoladi. Aslida muammo ustamada emas, asosiy hujjatning yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Birinchi misolni olaylik. 16 yoshli Malika opa oyiga 970 ming so'm pensiya oladi. U yaqinda bank kartasini yo'qotib, yangisini oldi. Bankda karta ochildi, lekin pensiya to'lov eski karta hisobiga bog'langan bo'lishi mumkin. Kuzgi ustama tushadigan paytda tizim pulni eski rekvizitga yuborishga urinishi
Bank esa uni qaytarishi yoki to'lov vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Malika opa bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, yangi bank rekvizitlarini tasdiqlash kerak. Kerakli hujjatlar ID karta, yangi bank karta yoki hisob raqam ma'lumotnoma, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni ham olib boradi. Ikkinchi misol. 70 yoshli Erkin aka ishlayotgan pensioner. U korxonada qorovul bo'lib ishlaydi. Pensiyasini ham oladi. Korxona bir necha oy davomida hisobotni kech topshirgan. Tizimda Erkin akaning ish holati bo'yicha ma'lumotlar kech yangilanadi. Agar ustama ma'lum bir toifa yoki holatga qarab ajratilsa, uning to'lovi tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda Erkin aka faqat pensiya jamg'armasiga emas, ish joyidagi buxgalteriya yoki kadrlar bo'limiga ham murojaat qilib, ma'lumotlar to'liq topshirilganini so'rash kerak. Uchinchi misol. 63 yoshli Dilbar opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandi esa kollejda o'qiydi. Farzandining o'qishi davom etayotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma yangilanmagan. Natijada ayrim tizimlarda farzand huquqi tugagandek ko'rinishi mumkin. Bu holatda ustama ham noto'g'ri hisoblanishi ehtimoli bor. Dilbar opa o'quv muassasasidan ma'lumotnoma olib, uni tegishli idoraga topshirsa, keyin qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. 4-misol. 75 yoshli Hakim ota uydan chiqishi qiyin, pensiyasini naqd oladi. Mahallada to'lov bir kunda hammaga yetib bormadi. Qo'shnisi pul oldi, u esa olmadi. Bu holat har doim ham muammo degani emas. Ba'zan to'lovlar hudud, ro'yxat, yetkazish jadvali bo'yicha bo'linadi. Lekin agar bir necha kun o'tsa va to'lov bo'lmasa, yaqinlari mahalla mas'uli bank yoki pensiya jamg'armasi bo'lim bilan bog'lanishi kerak. Uyda yotib qolgan. Harakatlanishi qiyin pensionerlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatni kechiktirmaslik kerak. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta. Ustama asosiy pensiyaga doimiy qo'shiladimi yoki bir martalik to'lovmi? Bu juda muhim. Agar pul bir martalik yordam sifatida berilsa, keyingi oy yana shu summa kelmasligi mumkin. Pensioner esa pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida asosiy pensiya o'zgarmagan, faqat o'tgan oy qo'shimcha to'lov bo'lgan. Shuning uchun bank hisobida pul tushumini ko'rganda uning izohiga e'tibor berish kerak. Ikkinchi nozik nuqta. Qayta hisoblash natijasida oldingi oylar uchun farq to'lanishi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasi sentyabrdan oshirilishi kerak edi, lekin hujjat oktyabrda tasdiqlandi. Shunda oktyabrda unga 2 xil pul tushishi mumkin. Yangi pensiya va sentyabr uchun farq. Agar shu vaqtda ko'zgu ustama ham bo'lsa, summa kattaroq ko'rinadi. Keyingi oy esa faqat oddiy yangi pensiya tushadi. Buni oldindan bilgan odam vahimaga tushmaydi. 3-nozik nuqta. Qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish kabi ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha to'lov keladigan bo'lsa, uning bir qismi qarzdorlikka yo'naltirilishi ehtimoli bor. Bu har doim ham bir xil emas, lekin pensioner o'z hisobida kutilgandan kam pul ko'rsa, bankdan yoki tegishli idoradan tushum va ushlab qolish tafsilotini so'rash kerak. 4-nozik nuqta. Bank kartasi bloklangan bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner kartadan uzoq foydalanmaydi, PIN kodini unutadi, karta muddati tugaydi yoki bank xavfsizlik sabab operatsiyani cheklaydi. Pensiya hisoblangan bo'lsa ham odam pulni yecha olmaydi. Bu holatda muammo pensiya jamg'armasida emas, bank kartasida bo'ladi. Shuning uchun birinchi tekshiruvlardan biri karta muddati va hisob holatini aniqlashdir. 5-nozik nuqta. Yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan odam pensiya ishini ham ko'chirish tartibini unutishi mumkin. Ayniqsa doimiy ro'yxat va haqiqiy yashash joyi farq qilsa, to'lov yetkazib berish masalasida tushunmovchilik bo'ladi. Bank kartasiga oladiganlarda bu kamroq seziladi. Naqd oladiganlarda esa muammo ko'proq chiqadi. Chunki naqd yetkazish aniq hududiy ro'yxatga bog'liq bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam: pensiya tushumlarini tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalansangiz, oxirgi 2-3 oylik kirimlarni ko'ring. Qancha summa tushgan, qaysi sanada tushgan, izohida nima yozilgan, alohida qo'shimcha to'lov bormi? Shularni solishtiring. Agar bank ilovasi bo'lmasa, bank filialdan hisob harakati bo'yicha ma'lumot so'rash mumkin. Ikkinchi qadam: hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, telefon raqami bir xil va faol bo'lishi kerak. Agar yaqinda
hujjat almashtirgan bo'lsangiz, yangi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasida aks etganini aniqlang. Men ayniqsa yoshi katta pensionerlarga farzandlari yoki yaqinlari yordamida bu ishni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki bitta raqam xatosi ham to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, vasiylik hujjatlari, nikoh yoki o'lim haqidagi hujjatlar tartibda ekanini tekshiring. Ayniqsa 15 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar bo'yicha ma'lumotnoma juda muhim. Bu hujjat bo'lmasa, tizim sizning huquqingizni to'liq ko'rmasligi mumkin. 4-qadam. Nogironlik pensiyasi oluvchilar tibbiy xulosa muddati va guruh ma'lumotini tekshirsin. Agar qayta ko'rikdan o'tib bo'lsangiz, yangi xulosa tegishli tizimga kiritilganmi? Shuni aniqlang. Agar muddati yaqinlashgan bo'lsa, vaqtida murojaat qiling. Chunki muddat o'tib ketganidan keyin tiklash va qayta hisoblash ko'proq vaqt oladi. 5-qadam. Agar ustama tushmagan bo'lsa, darhol asabiylashib, turli mish-mishlarga ishonmang. Avval 3 ta joyni tekshiring. Bank, pensiya jamg'armasi bo'limi va o'z hujjatlaringiz, bankdan pul kelmaganini, karta ishlayotganini, hisob bloklanmaganini so'rang. Pensiya jamg'armasidan sizga ustama hisoblanganmi? Hisoblangan bo'lsa qachon to'lanadi? Hisoblanmagan bo'lsa sababi nima deb aniq savol bering. Hujjatlaringizda esa shaxsiy ma'lumot, manzil, pensiya turi va qo'shimcha huquq beruvchi asoslarni tekshiring. 6-qadam. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga tushuntirish kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya bo'yicha kuzgi ustama yoki qo'shimcha to'lov hisoblanmaganini, hisoblangan bo'lsa miqdori va to'lov sanasini, hisoblanmagan bo'lsa sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaga ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi, bank rekviziti va zarur qo'shimcha hujjatlarni ilova qiling. 7-qadam. Har bir javobni saqlab qo'ying. Bankdan olingan ma'lumotnoma, pensiya jamg'armasidan berilgan javob, ariza nusxasi, qabul qilingan sana, mas'ul xodim aytgan ma'lumotlar sizga keyin kerak bo'lishi mumkin. Chunki pensiya masalalarida ba'zan birinchi murojaatdayoq hammasi hal bo'ladi. Ba'zan esa qayta tekshiruv, yuqori tashkilotga murojaat yoki qo'shimcha hujjat talab etiladi. Men alohida ogohlantiraman. Telefon orqali ustamangiz chiqdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting. Pulni tezlashtirib beramiz degan gaplarga ishonmang. Hech qaysi rasmiy idora sizdan bank kartangizning to'liq raqami, PIN kodi yoki SMS tasdiqlash kodini so'ramasligi kerak. Pensionerlar aynan shunday mavzularda firibgarlar nishoniga aylanadi. Chunki odam qo'shimcha pul kutayotgan bo'ladi va tezroq olishni xohlaydi. Shu paytda noto'g'ri raqamga ishonsa, kartadagi bor puldan ham ayrilishi mumkin. Yana bir xavf. Men sizga ustamani chiqarib beraman, faqat xizmat haqi berasiz degan vositachilar. Agar sizning huquqingiz bo'lsa, uni rasmiy tartibda olasiz. Agar hujjat yetishmasa, uni rasmiy hujjat bilan to'ldirasiz. Hech kimga naqd pul berib, muammoni aylanma yo'l bilan hal qilishga urinmang. Bu nafaqat pul yo'qotishga, balki keyinchalik hujjatlarda yanada katta muammo chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ham ishonmang. Ba'zan falon sanadan hamma pensionerga falon miqdor qo'shiladi degan xabarlar tarqaladi. Lekin rasmiy qaror, rasmiy izoh yoki vakolatli tashkilot ma'lumoti bo'lmasa, bunday xabarni tekshirmasdan qarindoshlarga tarqatish noto'g'ri. Bu odamlarda keraksiz xavotir uyg'otadi. Men doim shuni maslahat beraman. Avval rasmiy manbani tekshiring, keyin xulosa qiling. Demak, kuzgi ustama masalasida hamma pensioner bir xil vaziyatda emas. Kimdir pulni avtomatik oladi. Kimdir hujjatini yangilashi kerak bo'ladi. Kimdir bank kartasi muammosi sabab kutadi. Kimdir esa pensiya turiga qarab qo'shimcha tekshiruvdan o'tadi. Eng katta xato. Menga baribir tushadi deb umuman tekshirmaslik yoki qo'shnim oldi, men olmadim. Demak menga bermaydi deb vahimaga tushish. Men ekspert sifatida sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. To'lovlarni tekshiring, hujjatlarni tartibga keltiring, bank rekvizitlarini aniqlang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering va javobni saqlang. Ayniqsa pasporti yangilanganlar, manzilini o'zgartirganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tganlar va ishlayotgan pensionerlar bu masalaga befarq qaramasligi kerak.
Bugun men sizga pensionerlar uchun kuzgi ustamaning eng muhim tafsilotlarini tushuntirdim. Avvalgi tartibda nimaga ko'pchilik kech xabar topganini, hozir nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar xavotir olmasligi mumkinligini, kimlar esa hujjatlarni albatta tekshirtirish kerakligini ko'rsatdim. Eng muhimi, pul tushmasa, sababini aniq bilmasdan turib xulosa qilmang. Har bir pensioner o'z huquqini bilishi va uni hujjat bilan himoya qila olishi kerak. Sizning hududingizda kuzgi ustama bo'yicha qanday holat bo'lyapti? Pensiyaga qo'shimcha tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Izohlarda yozib qoldiring, chunki boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz, buvilarimiz va bobolarimiz uchun juda zarur.